Hammaga assalomu alaykum. Navbatdagi darsimizga xush kelibsiz. Bugun biz sizlar bilan xatolarni, aniqrog'i istisnolarni, yanayam aniqrog'i exceptionlarni ko'rib chiqamiz. Bilsalaring har bir dasturchi qanchalik u tajribali bo'lmasin, u yozayotgan dasturda xatolar bo'lish ehtimoli bo'ladi va bu xatolarni har bir dasturchi oldini olishi kerak bo'ladi. Bu xatolar turlicha bo'lishi mumkin. Bularni shu darsimiz davomida ko'rib chiqamiz. Xo'p, bugun nimalar ko'ramiz? Xatolar turi bilan tanishib olamiz oldin, ya'ni buglar, user errors, foydalanuvchi xatolari va exceptionlar. Undan keyin istisnolar qanday yuzaga kelishini ko'rib chiqamiz. Keyin shu istisnolarni boshqarishni ko'rib chiqamiz. Undan keyin bir necha istisnolarni boshqarishni ko'ramiz. Keyin istisnolarni ichma-ich foydalanishni ko'rib chiqamiz. Undan keyin istisnolar filtr qilishni o'rganib olamiz. Keyin maxsus istisno turlarini yaratish mumkin foydalanuvchi, ularni ko'rib chiqamiz. Undan keyin shu istisnolarni boshqarishda amaliy tavsiyalar, ya'ni best practices'ni ko'rib chiqamiz. Va oxirida xulosa tariqasida shu istisnolardan qachon, qanday foydalanish kerak, shuni ko'rib chiqamiz. Buglar, user errors va exceptionlar nima o'zi? Buglar endi bu dasturchi tomonidan yozilgan logikaga yoki texnik tarafdan yozilgan xatolarga aytiladi. Uni shu dasturchini o'zi dasturlash jarayonida yoki shu xato chiqqanda to'g'rilash kerak bo'ladi. User errors, ya'ni foydalanuvchi xatolari, bu shu dasturda foydalanuvchi tomonidan noto'g'ri ma'lumot kirishi yoki shu noaniq amallar bajarilishiga aytiladi. Va bugun ko'rib chiqadigan asosiy mavzuyimiz bu istisnolar. Istisnolar bu shu dastur ishlashi davomida kutilmagan, lekin nazorat qilsa bo'ladigan holatlarga aytiladi. Masalan, nolga bo'lish holati bo'lishi mumkin. Biron bir fayl o'chib ketgan bo'lishi mumkin va shu fayl topilmasligi mumkin. Yoki masalan biron bir bazaga ulanmasligi mumkin yoki ikki tarmoq uzilgan bo'lishi mumkin va ulana olmayotgan bo'lishi mumkin bazaga. Yoki biron bir noto'g'ri formatdagi ma'lumot kiritilishi mumkin. Shunaqa xatolarga istisnolar deydi, ya'ni exceptionlar. Istisno yuzaga kelganda nima bajariladi o'zi? Shu biron bir komanda bajarish jarayonida shu xato yuzaga kelsa, exception yuzaga kelsa, bu komandani bajarilishi to'xtab qoladi va avtomatik tarzda yangi obyekt hosil bo'ladi. Ya'ni yangi klass hosil bo'ladi. Bu klass shu xatoni turiga bog'liq bo'ladi va shu xatoni turi, ya'ni bu klassning turi system exception klassdan meros olgan bo'ladi. Bu klassimizda shu xatoga yuzaga kelgan barcha ma'lumotlar saqlanadi. Ya'ni bu yaralgan obyekt shu dasturga qayta ushlash uchun beriladi, o'zi bizga chiqarib beradi. Bu aytib o'tgan klasslarimiz yuzaga kelganda, ya'ni sistema shu klassni yaratganda ikkita variant bo'lishi mumkin. Agar biz bu xatoni hisobga olmagan bo'lsak, ya'ni boshqarmagan bo'lsak, handling qilmagan bo'lsak, dasturimiz to'xtab qoladi va bu xato haqida xabar chiqadi, bizni qo'rqitib. Lekin agar biz uni hisobga olib, uni boshqarib, shu xato yuzaga kelganda nima qilish kerakligini yozib qo'ygan bo'lsak, dasturimiz to'xtab qolmaydi. Shu nima qilish kerak bo'lsa, biz yozgan narsamiz shu bajarilib ketaveradi. Va shunday xatolarni boshqarishni ko'rib chiqamiz. Ya'ni biz dasturimizga shunaqa xatolarga reaksiya bildirishni o'rgatamiz. Bunday istisnolarni boshqarish tizimini asosiy afzalligi shu dasturimiz avariy holatda to'xtab qolmaydi-da, ishlashda davom etadi. Bunaqa system exceptiondan olingan xatolarni eng ko'p uchraydiganlari, masalan, null reference exception. Biron bir obyektga biz u null bo'lganda murojaat qilishimizga aytiladi. Yoki biron bir massivni chegarasidan tashqariga chiqib ketsak, index out of range exception chiqadi. Nolga bo'layotganimizda divide by zero exception bor, u chiqadi. Va yana bir xatoni turi, noto'g'ri argument berganimizda argument exception. Bunaqa xatolar turi ko'p. Bularni hammasini ko'rib chiqmaymiz va balki bularni boshqarishni ko'rib chiqamiz. Umuman boshqarishni bilib olsangiz, xato yuzaga kelganda shu xatoni bilib turib, uni qanday boshqarish kerakligini yozib qo'ysangiz o'zi yetarli bo'ladi. Aytib o'tganimdek, istisnolar qanday yuzaga keladi? Common Language Runtime tomonidan, ya'ni CLR tomonidan avtomatik ravishda tashlanadi. Misolda ko'rishimiz mumkin, biz nolga bo'lib olganimizda qanday xato kelib chiqishi va bunday xatolarni oldini olish uchun biz try catch blokidan foydalanamiz. Bu blokdan qanday foydalaniladi? Try blokini ichiga biz ehtimoliy yuzaga kelishi mumkin bo'lgan
xatoni kodini yozamiz. Ya'ni shu joyda xato bo'lishi mumkin deb shu try ichida yozamiz. Va shu xatoga yuzaga kelganda catch ichida nima qilish kerakligini yozamiz. Va catch parametrida e'tibor beringlar, exception yoziladi va uni agar biz shu exceptionda nimadir qilmoqchi bo'lsak, unga nom berib qo'yiladi. Men bu yerda y harfini berib qo'yganman. Va shu y orqali shu exception klassini a'zolariga murojaat qilishim mumkin bo'ladi. Masalan, xatoni turini chiqarishim mumkin, xabarini chiqarishim mumkin bo'ladi, lekin oddiy xabarda yoki logga yozishimiz mumkin bo'ladi, lekin foydalanuvchini qo'rqitib chiqarmaydi. Try catch'da yana bitta opsional bloki bor, bu finally. U xato bo'lsa, bo'lmasa bajariladigan blok hisoblanadi. Finally qachon ishlatiladi? Masalan, biz try ichida biron bir faylni ochsak yoki bazaga ulansak, agar shu haqiqatda biz ko'zlagan xato yuzaga kelsa, finally bo'lmasa bazaga ulanish yoki fayl ochiq qolib ketadi. Biz finallyni ishlatib amalimizni tugatib qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Istisnolarda bir necha turini boshqarish mumkin bo'ladi. O'zi shu ham to'g'ri bo'ladi. Shunaqa qilib boshqarish. Bundan oldingi slaydda biz exception'ni o'zini yozgan edik va unda nima bajarish kerakligini u misol tariqasida ko'rsatilganda aslida agar biz masalan dastur davomida turli xil istisnolar bizga kelsa, ularni nomma-nom yozib turib, keyin boshqargan yaxshiroq. Ya'ni ma'lum bir xato yuzaga kelganda shu ishni bajar, bu xato yuzaga kelganda bu ishni bajar deb bittadan catch'da shu xatolarni turini yozib turib, ular yuzaga kelganda nima qilishni ko'rsatganimiz ma'qulroq. Buni yana ko'rib chiqamiz amaliy tavsiyalarda. E'tibor bergan bo'lsalaring, try catch ham xuddi if else shartlariga o'xshab ketadi va uni ham ichma-ich, ya'ni if else taqa shart taqa ichma-ich ishlatishimiz mumkin bo'ladi. Try da yozib turib, uni yana ichida try catch da yozishimiz mumkin bo'ladi. Aytib o'tganimdek, istisnolarni biz har xil turlarini yozishimiz mumkin, lekin bitta istisnoni ham uni filtr qilib, ya'ni ma'lum bir istisnoda uni statusi ma'lum bir qiymatga ega bo'lsa, shu amalni bajar, boshqa qiymatga ega bo'lsa, bu amalni bajar deb yozishimiz ham mumkin. Ya'ni bitta xatoga turli amallarni bajartirishimiz mumkin bo'ladi. Buning uchun when kalit so'zidan foydalanamiz. E'tibor bersalaring, bu yerda HTTP exception istisnosiga har xil variantlar yozilgan. Agar sistemada biz ko'zda tutilgan xatoyimiz yo'q bo'lsa, o'zimiz ham maxsus xato yaratishimiz mumkin. Buning uchun oldin aytib o'tganimdek, system exceptiondagi klassdan nasl olishimiz kerak bo'ladi. E'tibor bersalaring, bu yerda age exception klassi exception klassidan nasl olyapti va uni konstruktorida base bilan exception klassini konstruktori ishlatilyapti. Va buni ishlatilishi qanday bo'ladi? E'tibor beringlar, pastda if ichida age'dan 0 ga tekshiryapmiz. Agar kichkina bo'lsa, shu klassimizni yangi ekzemplarini chaqirib, uni konstruktoriga yosh manfiy bo'lishi mumkin emas degan kodni berib yuboryapmiz. Buni ishlatilishi qanday bo'ladi? Pastda biz if sharti operatorining ichida age o'zgaruvchi 0 dan kichkinaligini tekshiryapmiz. Agar kichkina bo'lsa, shu klassda ekzemplarni yaratyapmiz va uni konstruktoriga kerakli parametrlar berib yuboryapmiz. Va buni tutish qanday bo'ladi? Masalan, bizda check age metodi bo'lsa va uning ichida shu yuqoridagi tekshiruvni amalga oshirib turib, try ichida shu check age'ni chaqirsak va unga -5 qiymatini bersak, tabiiyki -5 dan keyin shu age exception ni tashlab yuboradi va shu tashlab yuborganda catch blok ishlab ketadi. Chunki biz catch blokida age exception ni ko'rsatyapmiz va u bajarilganda nima bo'ladi? Ekranga xato yozuvidan keyin e'tibor beringlar, x bilan message deb yozyapman. Message bu age exceptionga exception, ya'ni ota klassdan meros olingan xususiyat va undan keyin yoshdan keyin age ni o'ziga murojaat qilyapman. Bu shu age exception ni o'zini a'zosi xususiyat. Xo'p, buni istisnolarni boshqarishda amaliy tavsiyalar bor. Ya'ni istisnolar o'zi ortiqcha ulardan foydalanish sistema uchun, dasturingiz uchun og'irlik qiladi. Ya'ni ular qimmatli deyiladi. Ya'ni istisnolardan foydalanish qimmat deyiladi. O'shaning uchun iloji boricha agar imkon bo'lsa istisnolardan foydalanmagan ma'qul. Qanday foydalanmaslik mumkin? Buni ko'rib chiqamiz. Birinchisi amaliy tavsiyamiz bu istisnolarga to'g'ri yondashuv qilish kerak. Masalan, istisnoda aniq
turini ushlashga harakat qilish kerak. Buni oldin ham aytib o'tdim. E'tibor bersalar to'g'ri yondashuvda input output exception'i ko'rsatilyapti. Ya'ni faylga yozishda xatolik kelib chiqsa nima qilish kerak? Uni biz log error metodi bilan yozib qo'yyapmiz. Va noto'g'ri yondashuvda e'tibor bersalar exception'da o'zi yozilgan. Ya'ni bu yerda qanaqa xato bo'lsa ham bir xil reaksiya bildiryapmiz. Qanaqa xato yuz berganini biz aniq ko'rsatmayapmiz-da va biz o'zimiz uchun keyinchalikka noqulaylik yozib qo'yyapmiz bu yerda. Qiynalamiz o'zimiz nimadan xato kelib chiqqanini topish uchun. Shuning uchun iloji boricha xatolarni aniq ko'rsatib va ularga turlicha yondashuv qilish kerak bo'ladi. Yana bitta amaliy tavsiya, ya'ni oqimlarni boshqarishda istisnolardan foydalanmaslik kerak. Aytib o'tganimdek, istisnolarni ishlatish og'ir va ularni o'rniga shu shart operatorlaridan foydalangan ma'qul. Ekranda ko'rsatilgandek, agar biz 0 ga bo'lishni oldini olsak, uni if else shart operatori bilan bajarganimiz yaxshi. Noto'g'ri yondashuvda e'tibor bersalar, kech bilan shu xatoni ushlayapti. Shu xato bo'lmasligining oldini shu if else bilan olgan yaxshiroq. Va yana bitta narsa, odatda biz xatoni vaqtincha bekitish uchun try catch'ni yozib qo'yamizda va catch'ning ichiga hech nima yozmasligimiz mumkin. Ya'ni xato yuzaga kelganda vaqtincha yopib turamizda va bu esimizdan chiqib qolishi mumkin. Shuning uchun agar biz try catch'dan foydalansak, unga munosabat bildirganimiz yaxshi. Ya'ni xatoni ushladikmi, undan keyin ushlaganimizdan keyin nima bajarilishi kerakligini yozib qo'yganimiz ma'qul. Chunki keyinchalik bu bizga qiyinchilik tug'dirmaydi. Xatoni topishda qayerdan kelib chiqdi, nimadan kelib chiqqanini bilolmay qolishimiz mumkin. Yana bitta amaliy tavsiya, exception'da throw qilganda ba'zida shunaqa throw kalit so'zidan foydalanish kerak bo'ladi. Ya'ni xato tashlashimiz kerak bo'lib qolganda bizda throwni o'zini tashlashimiz kerak. Stack trace degan narsa bor, bilsalar, unda xatomiz qaysi stackda bajarilgan bo'lsa, o'sha haqida ma'lumotlar kelib chiqadi. Agar biz throw x dan foydalansak, unda bu xato boshqa stackga o'tib ketib qoladi va xato qayerda yuzaga kelganini biz aniqlamay qolamiz. Ya'ni bu yerda agar biz throwni o'zi bilan tashlasak, ko'rsatadi bizga qayerda xato kelib chiqqanini. Stack saqlanib qoladi. Throw x qilsak, stack trace saqlanmaydi, bizga xato yangitdan tashlanadi. Debug jarayonida biz xato qayerdan kelib chiqqanini topolmay qiynalamiz. Masalan, biron bir metod ichida shu amalni bajargan bo'lsak va bu metodimiz yana boshqa metodda bajarilgan bo'lsa, u metod yana boshqa joyda yoki u klass boshqa joyda chaqirilgan bo'lsa, bizda shunda qiynalamiz qayerdan kelib chiqqanini topishga. Agar hozir uncha tushunmayotgan bo'lsangiz, amaliyotda yana ko'rib chiqamiz, xudo xolasa. Unda tushunarliroq bo'ladi degan umiddaman. Aytib o'tganimdek, biz o'zimiz uchun maxsus istisnolar yaratishimiz mumkin bo'ladi. Lekin agar imkon bo'lsa, sistemani o'zini shu istisnolar klasslaridan foydalangan ma'qulroq. Agar rosa kerak bo'lsa, custom exception unda yaratishingiz mumkin bo'ladi. Unda ham shu kichkina holat uchun emas, masalan, haqiqatda sistemada yo'q, bizga kerakli shu exception kerak. Shunday yasashingiz mumkin bo'ladi o'zingizga. Masalan, e'tibor beringlar, bu yerda myArgument null exception klass yaratilyapti. Lekin aslida sistemada o'zi argument null exception klassi mavjud. Bunaqa holda o'sha sistemada borini ishlatgan ma'qulroq. Aytib o'tganimdek, exceptionlarni o'zimizdan o'zimiz xohlagan joyimizda tashlamaganimiz ma'qul. Faqat muhim xato bo'lsa, shunda ishlatganimiz ma'qulroq. Masalan, biror bir foydalanuvchiga ogohlantirish chiqarish yoki oqimni to'xtatish uchun exceptiondan foydalanmaslik kerak. Masalan, foydalanuvchi biron narsani noto'g'ri kiritib qo'ysa ham uni juda qattiq so'kmaganimiz ma'qul. Oddiygina bir xabar chiqarib qo'yganimiz yaxshi. Exceptiondan foydalanmasdan. Xo'p, xulosa qilsak, exceptionlardan qachon foydalanish kerak? Aytib o'tganimdek, oddiy foydalanuvchini xatosini topishda shu shart operatorlaridan foydalangan ma'qul. Lekin kutilmagan vaziyat yuzaga kelsa, masalan, biron bir konfiguratsionniy fayl o'chib ketgan bo'lsa yoki ko'chirilmagan bo'lsa, xullas u topilmasa, shunda masalan exception chiqarishimiz mumkin bo'ladi. Chunki usiz dasturimiz ishlamaydi baribir. Istisnolar haqida qisqacha darsimiz shundan iborat. O'ylaymanki, bu darslarimiz sizlar uchun foydali bo'ldi va endi siz yaratgan dasturlar istisnolarsiz va xatolarsiz bajariladi degan umiddaman.
Agar darslarimiz yoqayotgan bo'lsa, iltimos layk bosing. Kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'ling va do'stlaringiz bilan ham ulashing. Shu bilan siz qilayotgan mehnatimizga baho bergan bo'lasiz va bizni yanada qiziqarli va foydali darslar yaratishga undagan bo'lasiz. Hozircha xayrlashib qolaman va siz yaratgan dasturlar xatolarsiz bo'lishini tilakdoshiman.